Assalomu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos 29-qismga darsga xush kelibsiz. Biz bu qismda yangi narsa o'rganamiz. Ya'ni file processing. Yangi bir Python vujud qursam, misolday beğendiğimiz qanda file processing, ya'ni hujjat bir taraf qilish degan. Hujjat bir taraf qilish nima deganda, odatda biz ma'lum miqdordagi sonliq ma'lumotni davomli kodning ichiga yozib olmaydi. Buni hard code, ya'ni qattiq kodlash deydi. Biz uni ma'lum bir bo'shliqqa, boshqa bir yerga saqlaymiz. Masalan, text hujjat shakliga, Excel hujjat shaklida degandek. Endi shuni uning miqdoriga qo'yg'achqa shu yerdan biz yozgan kodga ekilamiz. Buni endi file processing deydi. Masalan, meningki biz kod yozishimiz kerakmi degan bir videosim bor. Shuni ko'rib baqsanglar, Instagramni ya'ni boshqalar erishishini avtomatlashtirish to'g'risida kod yozgan. Uningda men 50 Instagram a'zosiga ergashgan 50 odamning ismini ayrim bir text hujjati ichiga saqlagandim. Masalan, bir text hujjat qurib miyaga. Xohlagan bir yerga qursaqim bo'ldi. Masalan, desktop qursanglim bo'ldi. Username day. Ma boshqa bir yerga qursanglim bo'ldi. Buning ichiga username masalan Alim Mehmet Gül Samet. Mesela 4 isimlab qo'yay. Biz shu Pythondan foydalanib shuni o'qig'ili oldu. Ekiralaymiz mi ekan? Buningga ism dey. Mesela ism open deb bir funksiya bor. Uningga men adresini yozamiz, shu hujjatning qayerda bo'lsa. Üstel yüzde olsa şunun adresini pass deydi. Mesela ma username qo'ymaydi. Ma copy pass qilsanglar bo'ldi. Am chunki ma Visual Studio kodning ichida bo'lg'achqa unda uzun adresni yozmadik. Mesela user/desktop degandek bir muncha adres olib ketadi. Desktop saqlasanglar. Maning faqat mishadlan bo'lg'achqa qanda ichida username ma'ning ichiga saqlanganligini bo'lgani uchun bir package username text. Agar boshqa yerda bo'lib qolsa, o'ng chekib copy paste qilib, ash chiqqandan qanda mishak chaplasang bo'ldi. Adresi demakchi. Mush hujjatning adresini chaplaysizlar. Endi buni qanday o'qiymiz deganda print qilsak bo'ldi. Sim read deb bir o'qish degan gap. Funksiyasi mushning ichidagi hammani o'qiydi. Buni yurgizsam, mani yurgizishdan burun saqlaydi, shuni unutmanglar. Mani command S ni bassanglar yoki saqlashni save ni bassanglar saqlandi. Yoki qaysi shortcut qilgan bo'lsangiz o'zi saqlandi. Ma 4 az bo'lib qoldi, men endi 4 ni sekiz qilib saqlab oldim. Endi yurgizsam, men qarasanglar bu yerda Alim Mehmet Gül Samet deganni shu hujjatning ichidagi username, text filening ichidagi qanday mishak o'qidi degan gap. Buni file processing deydi. Ya'ni shuni o'qish, ma'lum bir hujjat ichida saqlagan ichidagi mazmunni, sonliq ma'lumotni o'qish degan gap. Bugungi darsimiz mushakcha.